Qo'ysam bo'larmikan, ha? Qo'ysa zo'r bo'ladi. Bu taklif hammaga yoqib tushadi. Aynan uchastka qidirib yurganlar uchun sizning auditoriya, sizning obunachilaringiz o'ziga to'q insonlar, ya'ni puli ko'p insonlar deb bilaman. Mana shu taklifimizni keng aytib ko'ramizmi? Aytib ko'ramiz. Ular akalar uchastka sotiladi, ya'ni pastga birlashganda Kazinkaga deyarli 5 minutlik yo'l. Shu liniyada turibsiz-ku? Mana shu katta hovlini mana shu joydan bu yog'i sotiladi. Ya'ni qancha sotiq ekan? 10 sotiq bo'lyapti. 10 sotiq ekan. Nimalar qoladi? Ichida bostirmasi bor. Aha, bu molxona. Bu yoqda eski parnigimiz. Eski parnik. Parnik qilaman deganlar uchun aynan bundoq. Hovliga qo'shimchasi yana nechta xona bor ekan? O'pshiga ikkita xona bor. Ikkita xona bor. Uzun xonamiz bor. Zal? Uzun zalimiz bor. Ikkinchiga yana dushovoyi bor, saunasi bor ekan, alohida yana bitta bo'sh xonasi bor. Tayyor remont bilan. Remonti bilan. Aynan akalar sizlar uchun remont bilan remont qilib o'tirmaysiz. Saunasi, dushovoyi, qo'shimchasiga plus bitta zali bor. Gaz, svet, suv hammasi bor. Hammasi bor. To'rtgacha bor. Bor. Hammasi. Tayyor. Yashab bersa bo'ldi. Yashab bersa. Mana shu joydan o'sha katta yo'lgacha 100 metr chiqadi. 100 metr chiqadi. Yana 100 metr o'ngga bo'lsa, birlashgan svetoforga yetib boradi. Katta svetofor. Katta svetoforga. Zo'r. Narxi qancha deyapti ekan? Narxi 270 deyapti. 270 million deyapti. Baraka qo'ylardan, ya'ni sizning obunachilaringizdan kelsa skidka bormi berdi? Berishadi. Bizning obunachilardan so'rab kelganlarga skidkasi bor. Faqat baraka qo'ylardan keldik desangiz, sizga skidka qilib berishadi, chiroyli narxda qilib berishadi. Ulgurib qoling, bunaqasi hali bo'lmagan.